Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, keksalar nomiga karta ochilganlar, ijtimoiy yordam puli tushadigan oilalar va ularning farzandlariga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. 3 avgustgacha ishlatilmagan ayrim pullar nega kuyishi mumkin? Bu gap hamma pensiya pullariga tegishlimi yoki yo'qmi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol bo'lishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan bitta xatoga yo'l qo'yadi. Kartaga pul tushganini biladi, lekin uning oddiy pensiyami yoki muddati cheklangan to'lovmi farqiga bormaydi. Natijada pulim bor edi, keyin yo'qolib qoldi deb ovora bo'lib yuradi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensionerimiz pulini yo'qotib qo'ymaydi. Men avvalo bitta narsani aniq aytib olaman. Har oy olinadigan oddiy pensiya odatda 3 avgustgacha ishlatmasang kuyadi degan tartibga kirmaydi. Ya'ni sizning yoshga doir pensiyangiz, nogironlik pensiyangiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyangiz plastik kartangizga tushgan bo'lsa, u karta hisobingizdagi mablag' sifatida turadi. Bank kartasida pul turgani uchun u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Lekin hozirgi davrda pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar nomiga turli xil qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, subsidiya mablag'lari, bir martalik yordam pullari, elektron hamyon yoki maxsus karta orqali beriladigan mablag'lar ajratilmoqda. Mana shu pullarning ayrimlarida muddat bo'ladi. Masalan, falon sanagacha ishlatilishi kerak. Faqat ma'lum tovar yoki xizmat uchun sarflanadi. Muddati tugagach foydalanilmagan qismi qaytariladi degan shartlar bo'lishi mumkin. Oddiy tilda odamlar buni pul kuyadi deb aytadi. Oldin pensioner pulini asosan naqd shaklida yoki bank kartasi orqali olar edi. Karta tushdimi? Bo'ldi, xohlagan paytda yechib olardi. Hozir esa ayrim yordamlar maqsadli ajratilmoqda. Maqsadli degani davlat yoki tashkilot bu pulni aynan bir maqsad uchun beradi. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, reabilitatsiya vositasi, ijtimoiy xizmat, sanatoriy yo'llanmasi, issiqlik yoki elektr xarajatini qoplash kabi. Shuning uchun bunday mablag'ning muddati bo'lishi tabiiy. Masalan, bir pensionerimizning kartasiga har oy 1.200 ming so'm pensiya tushadi. Bu uning doimiy pensiyasi. U pulni bugun ishlatadimi, ertaga ishlatadimi, keyingi oyga qoldiradimi? Odatda muammo bo'lmaydi. Lekin shu odamga alohida tarzda 300 ming so'm oziq-ovqat yordami yoki 500 ming so'm dori-darmon uchun kompensatsiya berilgan bo'lsa va hujjatda 3 avgustgacha foydalanilsin deyilsa, aynan mana shu qo'shimcha puldan foydalanilmasa, muddati tugashi mumkin. Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi. Asosiy qism B. Kim bilish kerak, kim xavotir olsin, kim xavotir olmasin, men sizga oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz faqat o'z pensiyangizni olyapsiz, bank kartangizda pensiya sifatida har oy tushadigan mablag' turgan bo'lsa, siz vahimaga tushmang. Pulni bankomatdan yechib olmaganingiz uchun u kuyib ketmaydi. Lekin baribir hisobingizni tekshirib turish kerak. Chunki karta muddati tugagan bo'lishi, SMS xabarnoma ulanmagan bo'lishi yoki boshqa texnik muammolar bo'lishi mumkin. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa quyidagilar. Birinchidan, yaqinda mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, tibbiyot muassasasi yoki boshqa tashkilot orqali qo'shimcha yordam puli olgan pensionerlar. Ikkinchidan, sizga bu pulni falon sanagacha ishlating. Bu mablag' faqat dorixona yoki do'konda ishlaydi. Bankomatdan yechib bo'lmaydi deb aytilgan bo'lsa, albatta tekshiring. Uchinchidan, telefoningizga mablag' muddati tugaydi. 3 avgustgacha foydalaning, qoldiq mablag' qaytariladi mazmunida xabar kelgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan ko'rib chiqamiz. Toshkent viloyatida yashaydigan 72 yoshli otaxonning kartasiga 1.2 ming so'm pensiya tushadi. Bundan tashqari unga 400 ming so'm miqdorida dori-darmon uchun maqsadli kompensatsiya ajratilgan. Otaxon kartasida 1.1 ming so'm bor deb o'ylaydi. Do'konga kirib 1 ming so'mlik xarid qiladi. Keyin qolganini keyingi oy ishlataman deydi. Lekin kompensatsiya puli 3 avgustgacha ishlatilishi kerak bo'lgan bo'lsa, u 4 ming so'mni o'z vaqtida dorixonada sarflamasa, tizimda muddat tugaydi. Keyin kartamda pul bor edi, qayerga ketdi degan savol paydo bo'ladi. Aslida yo'qolgan oddiy pensiya emas, muddati cheklangan yordam bo'ladi. Yana bir misol. Buxorodagi onaxonning farzandlari chet elda. Onaxon kartadan foydalanishni yaxshi bilmaydi. Har oy pensiyasini qo'shnisi yoki nabirasi yordamida yechib oladi.
Bir kuni unga qo'shimcha 2020 ming so'm yordam puli tushadi, lekin telefon raqami eski bo'lgani uchun SMS bormaydi. Onaxon bundan bexabar qoladi. 30 avgust o'tib ketgach, u puldan foydalana olmaydi. Bu yerda ayb ko'pincha beparvolikdan emas, ma'lumot yetib bormaganidan kelib chiqadi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining kartasi, SMS xabarnomasi, ilovasi va hujjatlarni tekshirib berishi kerak. 3-misol. Samarqandda bir pensionerga kommunal to'lovlarni qoplash uchun 600 milyon so'm subsidiya berildi. U odam pul tushsa, bankomatdan yechib olaman deb o'ylaydi. Bankomatga borsa, pul yechilmaydi. Keyin bank pulimni bermayapti deb jahli chiqadi. Aslida subsidiya maqsadli bo'lgani uchun u faqat elektr, gaz yoki suv to'loviga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Agar u to'lovni 30 avgustgacha amalga oshirmasa, foydalanilmagan qismi qaytarilishi ehtimoli bor. Demak, hamma pul naqd yechib olinadigan pul emas. 4-misol. Qarshida yashovchi oilada pensioner buvi bor. Uning nomiga ijtimoiy yordam mablag'i tushgan, lekin plastik karta uyda sandiqda yotibdi. Oila a'zolari baribir pul kartada turadi deb o'ylaydi. Lekin yordam puli vaqtinchalik imtiyoz sifatida ajratilgan bo'lsa, karta ishlatilmagani muammo tug'diradi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l bankka, mahallaga yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga borib, menga tushgan mablag'ning turi nima, muddati bormi, qayerda ishlataman deb so'rash. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hisobingizda faqat pensiya tushum bo'lsa, hech qanday qo'shimcha yordam, voucher, subsidiya yoki kompensatsiya bo'lmasa, siz 30 avgustda pensiyam kuyarkan deb qo'rqmang. Bunday gaplarni eshitganda darhol tekshirish kerak, lekin vahima qilmaslik kerak. Chunki ko'p hollarda odamlar ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhani o'qib, mazmunini tushunmasdan hamma pulga tegishli deb o'ylaydi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pulning nomini bilmasangiz, uning taqdirini ham bilmaysiz. Kartaga tushgan mablag' bir qarashda bitta balansda ko'rinishi mumkin, lekin u turli manbalardan kelgan bo'ladi. Pensiya alohida, kompensatsiya alohida, yordam alohida, subsidiya alohida. Bank ilovasida yoki SMSda ba'zan to'lov nomi qisqartma bilan yoziladi. Shuning uchun keksa odamlar tushunmasligi mumkin. Bunday vaziyatda bank xodimidan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan izoh so'rash shart. Ikkinchi nozik jihat, pul kartada ko'rinib turishi bilan undan istalgancha foydalanish mumkin degani emas. Ayrim maqsadli mablag'lar faqat ma'lum joyda ishlaydi. Masalan, dori-darmon puli dorixonada, oziq-ovqat yordami belgilangan savdo shoxobchasida, kommunal kompensatsiya to'lov tizimida ishlashi mumkin. Agar siz bu pulni bozorga borib naqdga aylantirmoqchi bo'lsangiz yoki bankomatdan yechmoqchi bo'lsangiz, chiqmasligi mumkin. Bu pul yo'q degani emas, shunchaki undan foydalanish sharti boshqacha. 3-nozik jihat. Karta muddati tugagan bo'lsa, puldan foydalanishda muammo chiqadi. Masalan, kartaning amal qilish muddati avgust oyida tugagan bo'lsa, pensioner pulim kuyib ketdi deb o'ylashi mumkin. Aslida pul hisobda turadi. Lekin karta yangilanishi kerak. Buning uchun bankka pasport yoki ID karta bilan boriladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchnoma masalasi ko'rib chiqiladi. Lekin maqsadli mablag'ning muddati bo'lsa, karta yangilanishini cho'zib yubormaslik kerak. 4-nozik jihat, SMS xabarnoma noto'g'ri raqamga ulangan bo'lishi mumkin. Ko'pincha ota-onaning kartasi farzandining telefoniga ulangan, lekin farzand raqamini almashtirgan. Yoki karta ochilganda eski tugmali telefon raqami yozilgan, keyin u raqam ishlatilmay qolgan. Natijada barcha ogohlantirishlar boshqa joyga ketadi. Men har doim aytaman, pensionerning kartasi bor bo'lsa, telefon raqami ham to'g'ri bo'lishi kerak. Bankka borib SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini tekshirtiring. 5-nozik jihat. 30 avgust sanasi hamma uchun bir xil mazmunga ega bo'lmasligi mumkin. Ba'zi dasturlarda aynan shu sana yakuniy muddat bo'ladi. Boshqa dasturlarda esa boshqa sana bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga 30 avgust deyishibdi. Demak, menga ham shunday deb xulosa qilmang. Har bir mablag'ning o'z sharti bor. Siz o'zingizga tushgan to'lov bo'yicha aniq ma'lumot olishingiz kerak. 6-nozik jihat. Bank xodimi hamma ijtimoiy to'lovning mazmunini bilmasligi mumkin. Bank sizga hisobingiz, karta holati, qo'ldiq tranzaksiya haqida ma'lumot beradi. Lekin pul nima uchun ajratilgani, qay shart bilan berilgani, muddati nechanchi sanagacha ekani bo'yicha ba'zan ijtimoiy himoya organi yoki to'lovni ajratgan tashkilot aniqroq ma'lumot beradi. Shuning uchun faqat bankka borib qaytib kelmang. Keraksa mahalla yettiligi, ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi bilan ham gaplashing.
7. nozik jihat, men pulni ishlatmasam, keyin ariza yozib qaytarib olaman deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Agar mablag' dastur shartiga ko'ra muddati tugagach qaytariladigan bo'lsa, keyin uni qayta tiklash har doim ham oson emas. Ba'zan alohida komissiya ko'rib chiqadi. Ba'zan umuman qaytarilmaydi. Ba'zan esa faqat texnik xato bo'lsa tiklanadi. Shuning uchun muddat tugashini kutmasdan harakat qilish eng to'g'ri yo'l. 8. nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 10 avgustgacha pulingiz kuyadi. Menga karta raqamingizni, kodni, SMS parolni ayting, men saqlab beraman degan odamlarga hech qachon ishonmang. Hech bir bank xodimi, hech bir davlat xizmatchisi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Kartangizning old orqa rasmini yubormang. Maxfiy kodni bermang. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pulni saqlashning yo'li begona odamga kod berish emas, rasmiy joyga murojaat qilishdir. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa, oxirgi tushumlar tarixiga qarang. Ilova bo'lmasa, bankomatdan meni ko'chirma oling yoki bankka boring. Qaysi sanada qancha pul tushganini yozib oling. Masalan, 20 avgust kuni pensiya 1.300.000 so'm, 25 avgust kuni yordam 300.000 so'm, 20 avgust kuni kompensatsiya 500.000 so'm. Mana shunday qilib ajrating. Ikkinchi qadam, pulning turini aniqlang. Agar tushum nomi tushunarsiz bo'lsa, bankdan bu mablag' qaysi tashkilotdan kelgan deb so'rang. Agar ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya bo'lsa, mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Savolni aniq bering. Menga tushgan mablag'ning muddati bormi? 3 avgustgacha ishlatishim kerakmi? Qayerda ishlataman? Naqd yetsam bo'ladimi yoki faqat to'lovga ketadimi? 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, plastik karta, telefon raqamingiz, pensiya daftarchasi bo'lsa u, nogironlik guvohnomasi bo'lsa u, ijtimoiy yordamga oid xabarnoma yoki SMS bo'lsa shular kerak bo'ladi. Agar farzandingiz siz bilan birga boradigan bo'lsa, u ham o'z hujjatini olib borsin. Agar sizning nomingizdan boshqa odam ish yuritishi kerak bo'lsa, ishonch-noma masalasini oldindan aniqlang. 4-qadam, agar pul maqsadli bo'lsa, uni shartiga ko'ra ishlating. Dori puli bo'lsa, dorixonadan kerakli dorilarni oling. Kommunal puli bo'lsa, elektr, gaz, suv yoki issiqlik to'loviga yo'naltiring. Oziq-ovqat yordami bo'lsa, ruxsat berilgan savdo nuqtasida xarid qiling. Agar qaysi joyda ishlashni bilmasangiz, sinab ko'rib yurib vaqt yo'qotmang, rasmiy ma'lumot oling. 5-qadam, 30 avgustni oxirgi kun qilib kutmang. Men buni alohida ta'kidlayman. Ko'pchilik oxirgi kuni bankka boradi, navbat katta bo'ladi. Tizim ishlamay qoladi, karta bloklangan bo'ladi, telefon raqami noto'g'ri chiqadi, keyin vaqt yetmaydi. Agar muddat 3 avgust bo'lsa, 25-26 avgustgacha hammasi tekshirib, kerakli xarid yoki to'lovni qilib qo'ygan ma'qul. Oxirgi kunga qoldirilgan ish ko'pincha muammo tug'diradi. 6-qadam, cheklar va tasdiqlarni saqlang. Dorixonadan dori olsangiz, chekni tashlab yubormang. Kommunal to'lov qilsangiz, kvitansiyani saqlang. Bank ilovasida to'lov qilsangiz, skrinshot yoki elektron chekni saqlang. Keyin men ishlatgan edim, lekin tizimda ko'rinmayapti degan holat bo'lsa, sizda isbot bo'ladi. 7-qadam. Agar pul yo'qolgan deb o'ylasangiz, darhol yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bankka borsangiz, ariza yozing. Falon sanada tushgan mablag' bo'yicha qoldiq va yechim holatini tushuntirib berishingizni so'rayman deb. Ijtimoiy himoya bo'limiga borsangiz, mablag'ning turi, muddati va foydalanish tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Bugun ko'p pensionerlar ilova, SMS, bankomat, QR to'lov, elektron hamyon kabi narsalarni to'liq tushunmaydi. Bu ularning aybi emas. Zamon tez o'zgaryapti. Shuning uchun farzandlar o'yiga hech bo'lmasa bir marta ota-onasining kartasini tekshirib bersin. Tushumlarni ajratsin. Telefon raqami to'g'ri ulanganini ko'rsin. Lekin buni hurmat bilan qiling. Siz bilmaysiz deb emas, men yordam beray deb yondashing. 9-qadam, agar pensioner yura olmasa, uyga xizmat yoki vakil orqali murojaat qilish imkoniyatini so'rang. Ayrim banklar va ijtimoiy xizmatlar keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yengillashtirilgan tartiblarni taklif qilishi mumkin. Buni bilish uchun telefon orqali oldindan so'rab ko'ring. Lekin telefon orqali maxfiy kodlarni aytmang, faqat qabul va hujjat tartibini so'rang. 10-qadam, mish-mish bilan emas, rasmiy manba bilan ishlang. Mahallada kimdir
hammaning puli kuyarkan desa, bu hali aniq ma'lumot emas. İnternetda sarlafa ko'rsangiz ham darhol ishonmang. Siz uchun muhim narsa aynan sizning hisobingizga tushgan mablag' qaysi turga kiradi, muddati bormi? Qayerda ishlatiladi? Mana shu 3 ta savolga rasmiy javob oling. Yana bir muhim masala. Pensioner vafot etgan bo'lsa yoki uzoq muddat kartadan foydalanmagan bo'lsa, bu alohida tartibga kiradi. Bunday vaziyatda meros, ortiqcha to'langan pensiya, to'lovni to'xtatish, qayta hisoblash kabi masalalar bo'lishi mumkin. Buni o'tib avgustgacha ishlatmasang kuyadi degan mavzu bilan aralashtirib yubormang. Har bir holatda hujjat bo'yicha alohida aniqlik kiritish kerak. Men ko'p kuzatgan yana bir holat bor. Ba'zi pensionerlar pulni kartada saqlashni yoqtirmaydi, darhol hammasini naqd qilib oladi. Ba'zilar esa aksincha pulni yig'ib boradi. Oddiy pensiya bo'yicha ikkala holat ham mumkin. Lekin maqsadli yordam bo'yicha yig'ib qo'yaman, keyin ishlataman usuli har doim ham to'g'ri kelmaydi. Chunki bu pul sizga ma'lum davrada ehtiyojni qoplash uchun berilgan bo'lishi mumkin. Masalan, yoz oyidagi dori xarajati, muayyan mavsumdagi oziq-ovqat yordami yoki belgilangan davrdagi kommunal kompensatsiya, davr tugasa mablag' ham o'z kuchini yo'qotishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning yaqinlariga shunday deyman. Birinchi navbatda qo'rqmang, ikkinchi navbatda befarq bo'lmang. Qo'rqib begona odamga karta ma'lumotini berish noto'g'ri. Befarq bo'lib o'zi bo'lar deb kutish ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l tekshirish, aniqlash, hujjat bilan ish qilish va muddatdan oldin harakat qilish. Demak, azizlar, 30 avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyadi degan gap hamma pensiya pullariga birdek tegishli emas. Oddiy pensiya odatda kartada saqlanadi. Lekin qo'shimcha yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki maqsadli mablag' bo'lsa, uning muddati, ishlatish joyi va sharti bo'lishi mumkin. Eng katta xato pulning turini bilmasdan kutib o'tirish. Bugunoq kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Bank yoki ijtimoiy himoya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Kerakli hujjatlarni tayyorlang va agar mablag' muddati cheklangan bo'lsa, 30 avgustni kutmasdan foydalanib qo'ying. Ayniqsa farzandlar ota-onangizga yordam bering. Chunki bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta bankka borish ularning pulini saqlab qolishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Kartaga tushgan pulning muddati borligini bilmaganmisiz? Izohlarni yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.